nojo'ya ta'sirlari bor bo'lgan top 3 ta protsedurani maslahat bermayman. Mexanicheskiy chiska. Bu chiska qo'l bilan siqish texnikasi. Qo'l bilan siqqanda yuz terimiz shikastlanadi. Ya'ni og'riqli bo'lgani uchun teri shikastlanadi, izlar qoladi. Mexanicheskiy chiskadan keyin dog'lar qolish ehtimoli katta bo'lganligi uchun aynan bu protsedurani maslahat bermayman. Nasoslyozkani filler bilan to'ldirish, ya'ni ko'z atrofi chuqurchasini fillerlar yordamida to'ldirsangiz, o'sha protseduradan keyin ko'z tagiga suvlar yig'ilib qolib, ko'z xaltachasi osilish ehtimoli katta bo'lganligi uchun aynan bu protsedurani ham maslahat bermayman. Холодный plazma. Bu protsedura terini shikastlanish ehtimoli katta bo'lganligi uchun tavsiya qilmayman. Nimaga aynan mana shu 3 ta protsedura haqida gapirdim? Bu juda top 3 talik protsedura bo'lishiga qaramasdan, nojo'ya ta'siri yuqori bo'lganligi uchun o'zimda ish faoliyatimda kelib chiqqan holda sizlarga shu tavsiyani berdim.